Bunaqasi bo'lmagan kanalning qadrli a'zolari, bugungi obzorimizda biz sizlarga qassobxonalar, oshxonalar, supermarketlar uchun mo'ljallangan eng professionalniy, eng xudo xolasa yaxshi modeldagi, yaxshi turdagi suyak uchun mo'ljallangan, muzlagan go'shtlar uchun mo'ljallangan arralarimizni tanishtirib o'tamiz. Bu aralarimiz bizda hozirgi kunda 5, 6, 7 xil turlari наличиеda mavjud. Undan tashqari bizda o'z odatda 15-20 xil turi bo'ladi. Bu video yuklangungacha xudo xolasa yuklarimiz kelib, yana ham o'sha keyin assortimentda bo'ladi. Aloqaga chiqsang, rasmlarni tashlab berilaveradi. Xo'p, hozir bizda do'konimizda, vitrinamizda turgan 5 xil arramizni sizlar obzorini, xarakteristikasini tanishtirib o'tamiz. Albatta narx-navolar bilan birgalikda. Xo'p, bu videoni oxirigacha ko'rsalar ham biz sizlarga inshaalloh bonuslar bilan qilib beramiz. Videoda oxirida qanaqa bonus bo'lishini aytib o'tamiz. Biz bo'lmasa obzorimizni boshladik. Videoga like bo'lsa, bizni kuzatishda davom etinglar. Birinchi o'rinda eng kichkina, eng arzon modelimiz. Mana ko'rib turibsizlar, mana shu kichkina modelimiz bo'ladi. 125 lik arra ketadi. Motorining quvvati 750 vatt bo'ladi, 220 tok ishlaydi. 6 oy garantiyasi bilan hozirgi kunda narxi $350 qilib beramiz. Bu to'liq korpusi nержавейка bilan qoplangan, xudo xolasa, yaxshi modellarimizdan bittasi. Narxi aytib o'tilganda $350. Bu ham o'sha eng yaxshi modellarimizdan bittasi. Xo'p, komplektida bitta o'zinikidan tashqari arra qo'shib beramiz. Xo'p, miyalari o'sha обычный miyadan bo'ladi. Ya'ni ketib qoladigan bo'lsa, bemalol topib ishlatsalar ham bo'laveradi. Undan keyingisi, xo'p, krashinli modellarimizga o'tamiz. 165 lik arralarda hozirda bizda 2 xil turi bor. Xo'p, birinchisi 1.1 kilovatli motorli, korpusi krashinli bo'ladi. Главный detallari, ya'ni doskalari nержавейка bilan qoplangan. Bu nakleykani tagida nержавейка bo'ladi. Xo'p, 1.1 kilovatli motor 220 tok ishlaydi. 6 oy garantiyasi bilan hozirgi kunda narxi $410 chiqadi. 220 da ishlab, xudo xolasa buni ham miyalari prostoy, ya'ni tirsa ketib qoladigan bo'lsa, tirsa tanga olib kelib, bugunda o'sha bir kunda o'zi ishlarni bitkazib, yana davom ettirsalar ham bo'laveradi. Buni ham komplektida o'zinikidan tashqari bitta arrasi bor. Undan tashqari kulichlari, mana shunaqa patnisi ham bor. Kulicha patnisi, ashqal-ushqallari bor. Xo'p, endi bundan sal motori kattaroq, quvvati yaxshiroq model, xuddi shuni akasi, Kitwin brendiga tegishli KF CB 250 modelimiz 1.1 kilovatli 250 lik, 1.1 kilovatli 1.5 kilovatli motor 220 tok ishlaydi. 165 lik arra ketadi. 6 oy garantiyasining narxini $450 qilib beramiz. Xo'p, bu ikkosi 165 arra ketadigan modellarimizda hozir 2 xil turi bor. Undan tashqari 165 da avtomatlari keladi, bo'li avtomatlari keladi. Bulardan ko'ra sifati yaxshiroq, lekin bularning sifati yomon emas. O'ziga yarasha, o'zini narx bo'yicha konkurentlariga nisbatan xudo xolasa eng top modellar. 6 oy garantiya beryapsiz axir. Xo'p, endi bizning do'konimizda eng katta arralarimiz, hozirgi kunda eng katta arralarimiz 184 bularga arra ketadi. Bularda aka-uka desa ham bo'laveradi. Bittasi korpusi krashinli, главный detali nержавейка. Bittasini bo'lsa, korpusi ham, главный detali ham nержавейка bo'ladi. Motorlari 202 kilovat, 220 tok ishlaydi. Buni komplektida bittadan arra bor bo'ladi. 6 oy garantiyasi bilan narxi hozirgi kunda buniki $550, buniki bo'lsa $650 qilib beramiz. Bu apparatlarimiz oborotlari hammasiniki bir xil bo'ladi. Sekundiga 15 ta, u 20 taliklari ham bor. Xudo xolasa ularga ham aloqa chiqsalar, narxlari balandroq, lekin sifati yaxshiroq bo'ladi. Xo'p, aytib o'tilgan apparatlarimizga 6 oydan garantiya qilib beramiz. Manzilimiz Farg'ona shahar. Bizda qanaqa bonus bor deganlarga, videoda oxirigacha ko'rganlarga shu narxning ichida sotib olinsa, sotib olsalaring, ya'ni xo'p, o'zinikida bitta, o'zinikidan tashqari bitta arra zapas bo'lsa, biz sizlarga yana bitta arra qilib beramiz. Ya'ni общий 3 ta zapas lentasi bo'ladi. Xo'p, videoda oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Manzilimiz Farg'ona shahar, O'zbek Xitoy savdoyi. Undan tashqari bizda aka-ukalarimiz uchun keng assortimentdagi me'yorobkalar bor. Ekrandan nomerlar aloqaga chiqib, O'zbekiston barcha hududiga dostavka qildirishlari mumkin, kelishilgan holatda. Videoga like bosinglar.